Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, muborak Qurbon hayiti barchangizga muborak bo'lsin. O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturini davom ettiradi. Efirda axborot informatsion dasturi, studiyada Umid G'ofurov. Bugun mamlakatimizda muborak kun. Ezgulik, mehr oqibat va saxovat ayyomi muqaddas Qurbon hayiti keng nishonlanmoqda. Bu yilgi hayit bayramining shukuhi, fayzi, tarovati o'zgacha bo'lyapti. 15 mingdan ortiq yurtdoshlarimiz dunyo musulmonlari bilan birgalikda muborak haj ibodatini ado etayotgan fayzli kunlarda mamlakatimizning barcha joylaridagi jome masjidlarida millionlab yurtdoshlarimiz hayit namozini to'la to'kis ado etishdi. Jarayonlarda prezidentimizning O'zbekiston xalqiga Qurbon hayiti tabrigi o'qib eshittirildi. Davlatimiz rahbarining xalqimiz uchun navbatdagi buyuk va tarixiy tuhfasi bo'lgan Samarqand viloyatidagi Imom Buxoriy yodgorlik majmuasi bugun yanada chiroy ochdi. Bu yerda ilk bor Eid al-Adha namozi o'qildi. Imom Buxoriy majmuasi bugun nafaqat yurtdoshlarimiz, balki butun musulmon olamidan kelayotgan ziyoratchilar uchun qutlug' dargoh bo'ldi. Shuningdek, barcha hududlardagi jome masjidlarda ham bugun erta tongda yurtimiz musulmonlari qalblarida shukronalik bilan Qurbon hayiti namozini ado etdilar. Mo'min musulmonlar uchun eng muqaddas sanalgan shod-u xurramlik, mehr-oqibat, xayr-saxovat ayyomi bo'lgan muborak Qurbon hayiti bayramini samarqandliklar ham o'zgacha shukuhda, ko'tarinki ruhda nishonlashdi. Viloyat ahli va yurtimizning turli hududlaridan vatandoshlarimiz Qurbon hayiti namozini davlatimiz rahbarining bevosita tashabbusi bilan bunyod etilgan va bugun musulmon ahli uchun eng muqaddas maskanlardan biriga aylanib borayotgan Imom Buxoriy majmuasidagi ko'rkam masjidda ado etishdi. Hayit namozi avvalida bu yilgi Qurbon hayiti yurtimizda o'zgacha ruhda o'tayotganligi, unda mehr-muruvvat, saxovat va hamjihatlik g'oyalari ustuvor ahamiyat kasb etayotganligi ta'kidlandi. Duolarda yurtimizga ravnaq, xalqimizga tinchlik, xotirjamlik, farovonlik so'raldi. Mana bugun yurtimizda Qurbon hayiti keng miqyosda nishonlandi. Qurbon hayit namozlari masjidlarimizda o'qildi. Xususan mana Imom Buxoriy majmuasida ham 35 mingdan ortiq namozxon bilan hayit namozlari ado etildi. Albatta bu hammasi yurtimizdagi inson qadri uchun, insonni baxti uchun qilinayotgan ishlarni bugun misolini ko'ryapmiz. Mana 15 mingdan ortiq hojilarimiz hozir Arafotdan tushib haj amallarini mukammal ado etib, butun yurtimiz uchun, yurtboshimiz uchun, mana shu xalqimiz uchun xayrli duolarni qilgan bir pallada turibmiz. Biz ham ularni haqqiga duo qildik. Alloh taolo ularni duosini qabul qilsin deb. Albatta ular vatanga qaytib kelar ekanlar, mana shu xalqimiz uchun, ayniqsa yoshlarimiz uchun bir ibratlik, ularga to'g'ri yo'l ko'rsatadigan insonlar bo'lishligidan umidvormiz. Muhtaram yurtboshimiz, mana shu Qurbon hayiti arafasida mana shu xalqimiz orasidagi ijtimoiy ko'makka muhtoj bo'lgan bemorlarimiz, ayniqsa kam ta'minlangan yetimlarni o'sha ijtimoiy qo'llab-quvvatlash uchun qariyb 700 milliard so'mdan ortiq mablag'ni ajratdilar. Bu o'tgan Ramazon oyida qilgan ishlarini uzluksiz bir davomi desak mubolag'a bo'lmaydi. Zero bularning ketida ana shu xalq roziligi, inson manfaati yotibdi. Qancha odamlarning xonadoniga mana shu Qurbon hayiti arafasida xursandchilik kirib bordi. Qalblariga shunaqa bir surur kiritib borildi. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom bir musulmonni qalbiga xursandchilik kiritishdan ko'ra Alloh taologa mahbubroq amal yo'qdir deganlar. Mana muhtaram yurtboshimiz mana shu ishlarga o'zlari bosh-qosh bo'lib, muborak Qurbon hayitini mana shunday kayfiyatda o'tkazish uchun sabab bo'ldilar. Qolaversa, mana hayit arafasida hasharlar e'lon qilindi. Qabristonlar obod qilishlikka butun xalqimiz kamarbasta bo'ldi. Qolaversa, muhtaram yurtboshimiz mana bunday masjidlarimizning tahorat xonalarini ham qaytadan zamonga xos tarzda ta'mirlash uchun 200 milliard so'mdan ortiq mablag' ajratdilar. Ularning hammasi ketida, demak, mana shu xalqimizni hayotini, farovonligini yana ham oshirish maqsad qilingan. Muhtaram yurtboshimiz Qurbon hayiti arafasida xalqimizga tabrik yo'lladilar. Bu tabrikning ma'nosi xalqimizga yaxshilik tilash, ajdodlardan kelayotgan mana shunday mehr, muruvvat, saxovat, odamiylik fazilatlarini aynan mana shu Qurbon, umuman bayram kunlarida yana ham
namoyon qilishlik tashabbusi bilan odamlarga chiqdilar. Demak, bularni zamirida xalqimizni o'zaro ahli inoqlik, bir-biriga mehr, oqibat rishtalarini mustahkamlash yotibdi. Bugungi bo'lgan bu Qurbon hayit kunlarini Alloh barchamizga muborak qilsin. Ko'p yillarga tinchlikda, omonlikda mana shunday ulug' ayyomlarga birgalikda yetib yurmoqlikni Alloh barchamizga o'zi nasib ro'zi aylasin. Shu kunlarni ko'rganimizga shukr. Mana prezidentimiz, yurtboshimiz mana shunday katta masjidlarni qurdirib, Imom Buxoriy bobomizni hurmatlarini o'z o'rniga qo'yapti. Buning so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi. Bu so'z ojiz, buni ta'riflash uchun. Oldinlar ham kelardik, lekin mana yangi masjidimiz ishga tushgandan keyin kelishimiz, bir yildan beri niyat qilamiz, ochilsa kelamiz deb mana keldik. Xursandmiz, juda ham xursandmiz. Bu O'zbekistonimizning faxri, O'zbekistonimizning yuragi desam ham xatolashmayman. Prezidentimiz mana kecha butun xalqimizga Qurbon hayitining tabrigini yo'lladi. Magiranlarga, nuroniylarga, ehtiyojmand oilalarga shunday bir yaxshi yordamlar qilinyapti. Rahmat. Bu kunlarning qadriga albatta yetishimiz kerak. Hayit namozidan so'ng yurtdoshlarimiz va mehmonlar yangilangan Imom Buxoriy majmuasini ziyorat qilishdi. Darvoqi davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan mazkur majmua buyuk muhaddis bobomizning islom olamida tutgan yuksak mavqeyi, ulkan salohiyatiga munosib tarzda qaytadan bunyod etildi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, Qurbon hayiti bayrami munosabati bilan Samarqand viloyatida qator xayriya tadbirlari o'tkazilib, bu jamiyatda o'zaro birdamlik va insonparvarlik tuyg'ularini yanada mustahkamlashga xizmat qilishi shubhasiz. Erta tongdan poytaxtimizdagi Rakat masjidi ham mo'min musulmon yurtdoshlarimiz bilan gavjum bo'ldi. Ezgu niyat va pok e'tiqod ila jam bo'lgan hamyurtlarimiz bir-birlarini samimiy muborakbod etdilar. Hayit namozidan avval tashkil etilgan ma'rifiy suhbatlarda tinchlik, mehr, oqibat va saxovat timsoli bo'lgan Eid al-Adhaning muqaddas dinimizdagi yuksak o'rni haqida so'z yuritildi. Shuningdek, prezidentimiz rahbarligida ehtiyojmand insonlarni qo'llab-quvvatlash, nuroniylarga ehtirom ko'rsatish, mahalla va xonadonlarni obod etishga qaratilgan islohotlar Qurbon hayitining ezgu qadriyatlar bilan uyg'un ekani haqida ta'kidlab o'tildi. Qurbon hayitimiz o'zgacha bir tarovatda o'tdi. Bu ham bo'lsa Allohning inoyati va qolaversa muhtaram prezidentimizni bizlarga juda katta bir imkoniyat yaratib berayotganlari, to'lqinlanib gapiradigan darajadagi bir holatki, Qurbon hayitida muhtaram prezidentimiz 700 milliardga yaqin pul ajratib, bu pulni yetim yesirlarga, yana shu kasalmandlarga yo'naltirildi va xalqimiz bundan juda ham mamnun. Jamoatimiz ham juda ham to'lqinlanib xursand bo'lishdiki, 500 ta masjidimizga tahoratxonalarni yana yangidan bino qilinishligi va masjidlarimizni yana yangidan ta'mirlanishligiga alohida yana mablag'lar ajratildi. Qancha faxriy bir xizmatda bo'lib chiqqan azizlarimiz bor edilar. Shularni muhtaram prezidentimiz 100 nafar yurtdoshlarimizdan prezident hoji sifatida yuborishlari bu tarixda ilk marotaba bo'lishligi. Yurtboshimiz muftiy hazratlarimizga aloqaga chiqib hojilarimizni ahvollarini so'radilar. Ularda nima kamchilik, biz nima yana yordam qilsak xalqimiz bizdan rozi bo'lishadi deb xalqimizga juda katta bir e'tibor qaratib turibdilar. Bu inshaalloh 5-ruknimiz bo'lgan hajga ketgan hojilarimizni naqadar buyuklik, sharafli ekanlaridan dalolat qiladi. Allohdan so'raymiz, Alloh taolo vatanimizni bundan-da ravnaq topib borishligini, muhtaram prezidentimizni olib borayotgan siyosatlarida yana ham biz uchun manfaatlar bo'lishligini Alloh taolo nasib etsin. Shundan so'ng jamoat bo'lib Qurbon hayiti namozi ado etildi. Qur'on tilovat qilinib, yurtimiz tinchligi, xalqimiz farovonligi hamda amalga oshirilayotgan islohotlarning bardavom bo'lishini tilab duo qilindi. Mana Qurbon hayitini ham o'tkazdik. Hammaga Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Yurtimizga Alloh Parvardigor mo'min musulmonlarga muborak qilsin. Biz Qurbon hayitini tinchlik, xotirjamlikda o'qishimiz mana Alloh nasib qildi. Prezident tomonidan sog'lig'ini tiklashga muhtoj oilalarga 700 milliard mablag' ajratganlar. Albatta
bu prezident tomonidan qilayotgan yaxshilik, masjiddagi tahoratxonalardan ta'mirlash yuzasidan ancha muncha mablag'lar ajratilgan. Prezidentimiz tomonidan mana bu yil muhtoj, hajga qurib yetmaydigan mo'min musulmonlar prezident hojisi sifatida hajga jo'natildi. Mana shu qilayotgan ishlar hammasi xalqimizni tinchlik xotirjamligi uchun, farovonligi uchun qilayotgan tadbirlardan deb hisoblayman. Darhaqiqat Qurbon hayiti insonlarning ezgulikka, mehr-shafqat va hamjihatlikka chorlaydigan ulug' ayyomdir. Zero prezidentimiz tabrigida ta'kidlangandek, Eid al-Adho tinchlik, mehr-oqibat va saxovat bayrami sifatida muqaddas dinimiz mohiyatida mujassam bo'lgan ezgu g'oya va amallarni yaqqol ifoda etadi.